Yes! Qadrdonlar, tabriklashinglar mumkin. Biz yana bir mukofotni qo'lga kiritdik. Demoqchi edim, lekin bu mukofot bizniki emas, bizniki desak ham bo'ladi. Chunki biz bilan hamkorlikda ishlayotgan Lalaku brendi Yil brendi Awards 2026 da Yil brendi nominatsiyasini qo'lga kiritdi. 2025 yilda O'zbekistonda bolalarning sog'lom rivojlanishida qo'llab-quvvatlashda ishonchli hamkor bo'lishga intilishdagi yutuqlar uchun Lalaku. Tabriklaymiz aka. Bu nechinchi mukofot olishinglar? Bu xudo xolasa 3-yil padriyat olishimiz. 3 yildan beri bermasdan kelyapti ekan, berib turinglar boshqalarga ham. Lalaku takliflarini o'zingizlar bilasizlar. Mana tabriklab qo'yishinglar mumkin. Lalaku Yil brendi mukofotini oldi. Yana bitta qarsak.